Toyota 200 ga to'liq shumizatsiya, keramika polirovka, apishkan detallarni o'zgartirib, восстановление qilib beramiz, tikib beramiz. Undan tashqari kiyim-kechki bo'ladi. Keyingi mashinamiz Captiva mashina. Keramika polirovka, ustunovka pul, shumizatsiya bo'ladi. Oldi krilo kapot, orqa krilo bagaj bir sloy bo'ladi, patolog ikkita sloy bo'ladi, pol 3 ta sloy bo'ladi. Oxirida kiyim-kechki bilan tugatamiz. Bundan keyingi mashinamiz Malibu olib qolganmiz. Malibu ham shumizatsiyaga olib qolingan. Shumizatsiya Malibuniki $400 dan boshlanadi, kichkina mashinaniki $300 dan bo'ladi. To'liq mashina sochiladi. Bu ham xuddi shunaqa. Kapot fara bron $100 dan boshlanadi. 190 mikronli broneplanka ishlatiladi, 7 yil kafolat beriladi. Jentra xuddi shunaqa qilib shumizatsiya qilinadi. Yig'ilish jarayonida vakuum holatda yopilib turib, avtokarpetlar bilan qo'yilib, undan keyin mashina teriladi. Jentraning shumizatsiyasi $300 bo'ladi. Keyingi miyatina ishlarimiz bor. Kobaltda miyatina ishlari, bamper almashtirish ishlari bor. Qo'shimcha ravishda bu ham qo'limizdan keladi. Xo'p. Keramika polirovka, 3 etapli polirovka, ikkita sloy keramika $100 bo'ladi. Bunda rossiyskiy mahsulot ishlatamiz, 1 yil yoki 60 ta kafolat beramiz. Keyingi mashina ham keramika polirovka olib qolganmiz, 3 etapli polirovka, ikkita sloy keramika qilinadi. Bu ham xuddi shunaqa usulda qilinadi. Ishimizga 60 ta yoki 1 yilga kafolat beramiz. Xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga murojaat qiling.